Bizning quyosh sistemasi xuddi bir inchikka loyilangan yulduz sistemasidekla. U bir yuqori darajalik madaniyat yasab chiqqan nozik asbob o'xshaydi. Undaqda zada nemishqa nurg'un odam quyosh sistemasini bir xil kuch tarafidan yasab chiqilgan deb qaraydi. Uningda yana qandoq tasavvurdan halqagan to'g'ri kelib kelishlar bor. Bugun biz Samon yo'li sistemasining kirvetigicha berib, bu loyilab chiqilgan quyosh sistemasining haqiqiy qiyofatini ochamiz. Bizning olam bo'lsa bir mukammal tartibga ega sistema. Kichik sayyora, hamroh va planetlar turg'un yulduzlarning cho'ri deb aylanadi. Bu turg'un yulduzlarmi yagona mavjudlik emas. Ular birlikda dona-dona gigant yulduz sistemasini tashkil qiladi. Bu turg'un yulduzlar yana o'zi kontrol qiladigan osmon jismlarini olib, yulduz sistemasining markazini cho'ri deb aylanadi. Dal mushu nurg'un osmon jism moddalari va makon-zamon birlikda biz biladigan olamni tashkil qilgan. Vaqtmi shu sababdan paydo bo'lgan. Quyosh sistemasi butun olamdagi eng ko'zga chiliqmaydigan mavjudlik. Lekin u yana o'z navbatida nihoyatda alohida bo'lgan bir mavjudlik. Chunki quyosh sistemasi ichidagi bir sayyora ustida butun olamning eng ulug' asri operida bo'lgan. U dal hayotlik. Chunki dal hayotlikning paydo bo'lishi quyosh sistemasining yana undaq oddiy bo'lmasligiga sabab bo'lgan. Undaqda quyosh sistemasida zodi qandoq odamni cho'chitadigan to'g'ri kelib kelishlar bor. Uni hayotlik operida qilishga ega qilgan yana qandoq inchki loyihalar bor. Quyosh sistemasi Samon yo'li sistemasining Kirvak rayoniga joylashgan. Bu yerning Samon yo'lining markazi bilan bo'lgan oraliqi taxminan 26 ming yo'riqlik eli. Dal Samon yo'lining markazidan yiroq bo'lishi quyosh sistemasini bir nisbatan bexatar muhitga erishtirgan. Samon yo'lining markazi balbeg'ida turg'un yulduzlar zish bo'lib, u bir qalaymiqonchilik va radiatsiyaga to'lgan dunyo. Agar bizning quyosh sistemasi u yerga joylashgan bo'lsa, undaqda biz qabul qiladigan radiatsiyani tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. O'xshashla zish turg'un yulduzlar elib keladigan bo'lsa, texnik ko'p ofat. Darajadan tashqari yangi yulduzning portlashi, olam radiatsiyasi, gamma radiatsiyasi qatorliqlarning qaysi bo'lsin, hayotliqlarni halok qilib etishga yetarli. Quyosh sistemasining turayotgan o'rnida bo'lsa, turg'un yulduzlar bir qadar oz. Uningga eng yaqin yulduzmi 4.122 yo'riqlik yili yiroqlikda. Shunga quyosh sistemasining alohida o'rni uningga eng muqim bo'lgan olamlik muhit ato qilgan. Lekin bular yanala yetarli emas. Quyosh sistemasiga qaytgan vaqtimizda biz ichki quyosh sistemasining sirtida bir qo'g'dash xavfi mavjud bo'lishi nihoyat mumkinligini bayqaymiz. Bu qo'g'dash qipi bo'lsa, dal quyosh sistemasining energiya manbasi. Quyoshdan kelgan, quyoshning yuqori qatlam atmosferasi etib chiqargan, ultra ovoz tezligidagi plazmada yurgan zaratlik zarracha. Quyoshdan qutulishga boshlaganda u bir shamolga o'xshab ketadigan zarracha iqimi shakllantiradi. Hamda uni quyosh atrofidagi necha milliard kilometr keladigan joylarga tarqib chiqa boshlaydi. U bizning butun quyosh sistemasini qo'rishigan bir energiya ko'pikchisi barpo qiladi. Bu ko'pikchining girvikida quyosh bo'rini planetlararo bo'shliqni kesib o'tgan kuchli olam radiatsiyasi bilan so'qilish hosil qilib, bir qiziq ham qalin bo'lgan plazma temi shakllantiradi. U yana kun nuri qavati deb ataladi. Uning nihoyat yiroqdan kelgan turg'un yulduz va osmon jismlarining portlash qo'yib bergan kuchli radiatsiyalarni eritish va so'ndirish roli bor. Chunki dal u mavjud bo'lg'achqa olamdan kelgan kuchli radiatsiyalarning ko'p qismi sistema sirtida to'silib qoladi. Garchi quyosh bo'ronining mavjud bo'lishi ko'p qism olam nuri va radiatsiyalarni to'sib qola olasimi? Lekin quyosh bo'ronining mavjud bo'lishi yana quyosh sistemasi ichidagi boshqa osmon jismlariga nisbatan bir ajallik tahdid. Quyosh bo'ronining ta'siriga taqobil turish uchun ba'zi osmon jismlarida magnit maydoni yasab chiqilgan. Bularning ichida yer shari dal eng vakil xarakterlik biri. U muqim bo'lgan magnit maydoni orqali quyosh bo'ronining aks ta'sirini to'sib oladi. Hamda yer shari ustidagi atmosfera qavitining quyosh bo'roni tarafidan buzg'unchilikqa uchramasligiga kafolatlik qiladi. Chunki dal yer shari magnit maydoni bilan quyosh bo'ronining mavjud bo'lishi yer sharidagi hayotliqlarni bexatar bo'lgan muhitga ega qilgan. Aksiya olamdagi boshqa osmon jismlari planetlarning so'qilishiga uchrab turadi. Agar ikki osmon jismi so'qilib qolsa, undaqda bu shu osmon jismlari ustidagi hayotliqlarga nisbatan halok bo'lish xarakteridagi zarba hisoblanadi. Hayotliqlarning yer sharining sirtidagi osmon jismlarining so'qilishidan kelib chiqadigan g'oyat zo'r energiyadan halok bo'lishning oldini olish uchun Yupiter bilan Oy sharimi shuningga agishib yasab chiqilgan. Ular eng kuchli to'salg'i shakllantirib, nihoyat ko'p meteoritlarning yer shariga so'qilishini to'sgan. Shundaqla yer shari quyosh sistemasidagi makonlashga eng mos keladigan joyga o'rinlashtirilgan bo'lib, bu yer sharini uningda hayotlik operida bo'lish uchun yetarli energiyaga ega qilgan. Va yana yer shari atmosferasini muvofiq qilish orqali uni yetarli suyuq holatdagi suv mavjud bo'lishga ega qilgan. Eng oxirida yer shariga yana bir qavat eng muvofiq atmosfera qavti qo'shilib, sirtqi qatlamdagi meteoritlarni suvga bog'lab qilishga ishlatilgan. Hamda muvofiq parnik effekti hosil qilinib, kecha-kunduzlik temperatura farqi kichiltirilgan. Bir dona hayotlik operida qila oladigan planet shuning bilan borliq kelgan. Chunki dal shuncha ko'p nozik loyihalar bo'lg'achqa yer sharida hayotlik operida bo'lgan. Yana dal shundoq bo'lg'achqa nurg'un odam deydigan quyosh sistemasi bo'lsa yasab chiqilgan degan faraz mavjud bo'lgan.
Bütün alemde sanoqsiz turg'un yulduzlar jimirlab turadi. Yana ba'zilar quyosh sistemasida hayotlik apridi bo'lishi faqat olamning taraqqiyot jarayoniga to'g'ri kelib qelish deb qaraydi. Quyosh sistemasi yuqori darajalik madaniyat tarafidan yasab chiqilgan degan qarashga qaraganda, ular hayotlikning apridi bo'lishi faqatla trillyonlagan mumkinchiliklar ichida paydo bo'lgan mo'jiza deb qaraydi. Agar quyosh sistemasini rostla texmi yuqori darajalik madaniyat barpo qilgan desak, bizning borlig'imizning hammasi texmi yuqori darajadagi jonliqlardan kelgan. Bizmi faqat ular tarafidan yasab chiqilgan qo'rishovdagi jonliqdan iborat. U holda bularning hammasi haqiqatan nihoyat qo'rqinchli. Qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, insonlar, hatto butun yer sharidagi hayotliklar, butun olamning o'lchami ostida, hatto chang-to'zonga misot emas. Chang-to'zon kabi yer sharidagi hayotliklar uzluksiz yulduzlik osmonlarga talpinib, bu olamdagi eng haqiqiy hikoya ustida izlanayotdi. Balki mana bu dal hayotlik mavjud bo'lishining ahamiyati bo'lsa kerak. Bo'ldi, bu qitimliq mazmun oxirlashdi.